Ben sanatçı ijtimoiy tarmoqda bizni kunda faol ko'rayotgan obunachilar mana Valovosesaga giloslarimiz eksportga uzilyapti. 40 ming so'mdan narx chiqdi. Xudo xolasa buni dasturchilarga tayyorlab berdik. Taytepa bir xilda Valovosesa o'zi aslida zo'r gilos, qattiq bandi uzun. Hozirgi paytda giloslar narxi juda ko'payib ketgan. Valovosesada boqishlar taklif qilmaymiz. Sababi iqlimimizga, sharoitga umuman moslashmayapti. Yangi narxlar chiqqan, Svitalina, Svidonez, Karmiya, Valina juda ko'p yirik bo'lgan tabiiy giloslar bor. Ham qattiq Valovoga o'xshab serhosil hammasini videosini tashlab o'tganman. Obunachilarni ko'rgan yaxshi biladi. Mana Valovosesalar bugundan uji eksportga Taytepa bir xilda 40 ming so'm narx ochildi. Valovosesaga Yashqqa Karobkaga 80 ming so'm, 90 ming so'm bo'lyapti. Kazinkaga 50 ming so'm bo'lyapti do'stlar. Farg'onali boboni kuzatib qo'ydik. Kungi yangilarimizni tashlab boramiz. Kimga qanaqa ishonchli mevali ko'chatdan boqmoqchi bo'lsa 88 957 222 nomeriga aloqaga chiqib olasizlar. Bizni kuzatishda davom etmayapti. Videoga like bosib, tanishlarga yuborib qo'yasizlar. Mana 14 mayda holati. Farg'ona viloyati Qo'timan Tolzoq qishlog'ida sog' bo'lasizlar do'stlar.